Kecha ertalabdan juda ham zo'r kayfiyatda uyg'onib, erta tongdan kunlar isib ketmasdan agrotimdagi bodringlarni terishdan boshladim. Kayfiyatim zo'rligini sababi kechqurun oilaviy ota-onamlarnikiga mehmondorchiligiga boramiz. Ota-onamnikiga bormoqchi bo'lsam, qatdan menga shunaqangi zo'r energiyalar keladi. Hamma ishlarimga shunda ulgurib olaman. Bodring tuzilmasi retseptini qo'yganimda juda ham ko'pchilik mana shu usulda yopaman, zo'r chiqadi. Ba'zilari esa meniki otvordi deb fikrlar bildirishibdi. Bodring agar dorilangan bo'lsa, 3-4 marta yaxshilab chayib va 3-4 soatga suvga solib qo'yib, ana undan keyin yopsangiz shunaqangi chiroyli bo'lib chiqadi. Bonkalarimni voqli yopib oldim. Obed uchun mazali tiftel tayyorladim. Kayfiyatim zo'r bo'lsa, hamma narsalarim zo'r o'xshab chiqadi. Onamlarnikiga tvorojnik tayyorlab bordim. Xamirini bir kun oldin tayyorlab qo'ygan edim. Retseptini profilimdan bemalol o'tib topsangiz bo'ladi. Hamma ishlarimni qilib, kiyimlarim kiyib tayyor bo'lib oldim. Ularimizni qarang, qanaqa chiroyli qaynona oyijonim. Uyimizni atrofiga gul ekib tashaganlar. Men esa ularni faqatgina parvarishlayman. Uyimizni Fayza qaynona qaynotamni borliklari deb o'ylayman. Oyijonim yaxshiroq tog'ora borishimiz kerak deb so'kka dimlangan baliq zakaz qildilar. Shunaqangi mazali ekan. Maza qilib yeb oldik. Keyin ham labzani boshimizga manti tayyorlab qo'ygan ekanlar. Ularni yeb, voqlidan uyga qaytdik.